Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugun sizlarga kech bo'lishi qat'iy nazar Ark Vlog bozoridan sizlarga chiroyli obzorni qiladigan bo'ldik. Ekranga asrab o'rnash oling, like, podpiskalarni bosib qo'yishni unutmang. Xalqim bo'lmasam biz boshladik. Mana soat 8 bo'lyapti to'g'risi. Bu yuklarimiz kelgan. Uspet qilamiz kechga bo'lishi qat'iy nazar. Sizlarga bugun mana original 17 kishilik traktorimiz, 2600 minglik motokultivatorlarimiz kelgan va sizlar uchun 17 kishilik mana svashni apparatlarimizni olib kelib qo'ydik. Qo'shib beryapmiz. Takka 6 millionlik 15 kishilik benzinoviy motokultivatorimizga mana sizga terilgan prosta variantlarni ko'rsatganmiz. Ekran yaxshilab kirsangiz, mana shu 15 kishilik motokultivatorimizni original ustida вообще kapot faralari bor, statorlari bor, yaxshi motokultivatorimizni takka bitta svashni apparat, xohlasa benzopila, xohlasa bitta benzopila va xohlasa o'zidan tak pluglari, yocharlari, liboyni bittasini qo'shib beriladi. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Akalar, ekranga yaxshirab o'rnashib olib, like podpiskan bo'lsangiz, bizlardan yangi mana 9 kishilik motokultivatorimiz ham yetib kelgan. Bemalol Salyarkali 9 kishilik 178 motor. Buni ham sizlarga 6 million so'm, xohlasa svashni apparat, xohlasa bitta benzopila, xohlasa buni ham qo'yib o'rganmiz. 9 kishilik 178 motor. Bundan sonlari kam, ichida bir 3 dona o'zi kelib qolgan. Balonlari 5.2 balon, bemalol ko'rishingiz mumkin. 5.2 balonlar 3 dona kelib qolgan. 6 million so'm. Buni ham sizlarga biroz kelgan vaqtda obzorni qilyapmiz. Ekranga yaxshilab o'rnashib olib, aytib qo'y, har bitta aytgan gaplarimizni yozib olishni unutmang. Mabodo kimgadir boshqa turdagi motobloglar optim bazadan kerak bo'lsa, Toshkent Ark Vlog bozori ko'rganingiz mana postgacha to'g'ri ichkariga kirib kelganingizda birinchi magazin mana. Ikki tarafda birinchi M-Sox katta trassam bo'yidan kirib kelganingizda birinchi magazin mana. Postdan kirganingizda drabilkalar va motokultivatorlar sizlarni kutib oladi. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. 7 kishilar 2.600 mingdan boshlanyapti. Bemalol ko'rasizlar. Zakon yaxshi ishlangan 7 kishilarimiz avtomat korobkada bo'ladi. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. 2.600 ming so'mdan. Shu oyda oxirigacha sizlarga aksiyasini qo'yib o'tamiz. 178 Salyarkani ham shu oyda oxirigacha aksiyasini qo'yib o'tganmiz. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Salyarkalik necha xil turida Vema, Aren, hamma turidan motoblog olaman deganlardan eng sifatli motobloglar kelib cheklanmagan miqdorda xarid qilishingiz mumkin. Sifatli, zo'r motoblog olaman desangiz, Ark Vlog bozorida ishonchli, yaxshi olishingiz mumkin. Sizlar uchun hamisha xizmatdamiz, kecha kunduz kelib bemalol sizlar harakat qilib bizlar uchun harakat qilsangiz, bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Drabilka apparat deysizlarmi? Xohlagan turlaringizda drabilka apparatlari bor. Bemalol kelaverasizlar. Gusnishli apparatlar va instrumentlar, mana hozir misol do'konda chekiramiz. Instrumentlarni akalar, xohlagan nasos deysizlarmi? Xohlagan turidan, optim bazadan, motorlar, hamma turlardan mavjud. 1 yildan garantiyali instrumentlarimiz ham kelgan. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Kimga nechta kerak bo'lsa, mumkin. Ro'y-rost, muammosi yo'q. 6 million so'mdan 15 kishilik traktorchamiz tarqatilib o'ryapti. Bemalol xarid qilish. Shoshilasizlar, soni juda cheklangan, kam. Mabodo uspet qila olmay qolib kelaman demangizlar. Shuning uchun sizlar uchun oldindan aksiya qilib aytyapman. Original Vema motobloglarini hamma joylarda 12,5-13 million sotilyapti. Akalar 10 taligini, panijni, paveshenasi borini 11,5 million so'm. 11,5 million so'mdan olishingiz mumkin. Yana qaysi turda Vemaniki, qaysi turda Arendiki kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldirganmiz. Bemalol telefon qilib so'rashingiz mumkin. Larimizni mana turishda dori apparatlarimizni tak 200 litrlikdan tortib tak 160, 100 xohlagan turidan yetib kelgan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Akalar, ulgurib qolasizlar. Super chegirmalarda hammasi. Kelib bemalol chegirma asosida xarid qilishingiz 7 kishilar 2.600 dan boshlanadi. 4,5-5 million har xil turgacha chiqib keladi. O'zini sifatlariga qarab.
Akalar kimga nechta kerak bo'lsa, mana 15-6 kishilik. Oddiy 15-6 kishiligimiz 4.700 ming so'm bu. 5 satr oddiy varianti. 4.700 ming so'mdan. Bemalol vaqti ham bo'ldi. Akalar ko'raverasizlar, biz hamisha sizlar uchun xizmatdamiz. Like, podpiskani bitta bosib qo'yasizlar. Akalar kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Akalar jonlaringiz sog' bo'lsin, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, kelib bemalol xarid qilib. Ro'yros. Xuddi o'zim, ro'yros, muammo yo'q. Faqat telefon qilib kelsalaringiz bo'ldi. Bu aziz obunachilar, bizga sodiq obunachi har kim uchun emas. Shuning uchun bilaveringizlar. Bizga obunachi bo'lib, kanalga a'zo bo'lib kelib bemalol bizni kanalda kelib xarid qilaversangiz, misol do'kon tomonidan sizlarga priz beriladi. Akalar, bir ikkita obunachilarimiz to'g'risi nima qilishyapti? Oti nima edi? Bizni keladi, biz bilan gurunglashadi. Gurunglashgandan keyin bir qo'shnisi olib ketadi. Ki bo'ydan bizga telefon qiladi, aka garantiya talonni tashing. Akalar, bunaqa narsa yo'q. Bizdan kelasizlar, biz sizlarga biz o'zimiz tovarimiz uchun biz o'zimiz javob beramiz. Shuning uchun hamma narsa u gapi hammaga taalluqli. Kelasizlar, bizdan Arqlo bozoridan xarid qilasiz. Biz garantiya talonni xohlasangiz yozamiz. Xohlasangiz ishonch. Shu litso ishonch xohlasangiz bemalol aka liboy vaqt javob beriladi. Zavod tomonidan chiqqan shuncha qalta bo'lsin, 100% 100% javob beriladi. Muammosi yo'q. Shu o'tgan rayoningizgacha javob beraman. Rayoningizga nasib bo'lsa, ustalar bo'lsa, bemalol nechta pul xarajat ketadigan bo'lsa, shunisiga javob beriladi. Akalar, bundan muammo yo'q. Xudo xolasa, ishonch hamisha ishonch. Bizni mana shu litsomizni ko'rib turibsizmi? Sizga olib chiqib beramiz motokultivatorni, bexijolat. Sizning haqqingiz bizga kerak emas, biz haqqingizni yeb ketmaymiz. Toshkent Arqlo bozor, mana shu katta do'kon o'zimizniki, bemalol mana kattasi o'zimdan kelib xarid qilishingiz mumkin. Pastda nomerlar qoldirganmiz. Like, podpiskani bosishni unutmang. Jonlaringiz sog' bo'lsin.